Barchaga assalomu alaykum. Zamon uylari kuzatuvchilari, siz uchun ajoyib yangilik bilan yana chiqyapman. Samarqand shahar Bog'i Shamol hududida joylashgan 3 xonalik uyimizning obzorini ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimiz 2-qavatda joylashgan, umumiy 90 kvadratdan iborat va biz birinchi xonamizdan boshlaymiz. Kattalar yotoqxonasiga e'tibor qarating. Zamonaviy mebel jihozi, texnikalar, televizor, konditsioner, oynali, gluxoy xonasi yo'q. Umuman xonadonimiz ko'rib turibsiz. Xo'p, bu birinchi xonamiz, yotoqxonamiz, kattalar yotoqxonasi va biz oshxonaga o'tamiz. Oshxonamiz ham e'tibor qiling, juda ham katta, shinam, bemalol oilangiz bilan o'tirib hordiq chiqarishingiz mumkin. Bu yerda ham oynasi mavjud. Keyingi xonamiz bu hol. Holimiz ham katta. Bu yerga bemalol televizoringizni ilib, mebel jihozlaringizni jihozlashingiz mumkin. Bu sanuzilimiz, ya'ni hojatxona. Xonadonimizda 2 sanuzil mavjud. Bu yerda ham, bu yerda vanna, va albatta kir mashina, kir yuvish mashinasi, mebellar, rakovina. Xullas qilib aytganda barcha sharoitlari mavjud. Kirganda garderobni shkafimiz. Bu yerda ham xonamiz. Bu xonamiz, bu yerda balkoni ham mavjud, zakritib balkoni. Xonadonimiz kvaznoy tushyapti, ya'ni bu tomonda ham va u tomonda ham oynasi bor. Bu yerda mehmonxona. Mehmonxonamiz ham juda katta. Mana e'tibor qarating, did bilan qilingan remont. Bu yerda ham konditsioner jihozlangan. Xo'p, eslatib o'taman, ushbu xonadonimiz 90 kvadratdan iborat, umumiy 3 xona. Narxiga keladigan bo'lsak, hozircha 100 ming AQSh dollariga baholanyapti. Albatta, savdosi mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.